құрылғанлығының 10 yılligini qizg'in tabriklaymiz. 1997 yil 12 ayning 26 kuni Ma'rifatlar tijoratchi Mamtimin Tavakkul hojimning 3 million yuan mablag' selishi bilan G'o'ja shahrining Avod markazi Ko'rkam xalq maydonining oldida G'o'ja shaharlik farishta bog'chisi qurildi. Mana bugun tarixning vaqt istilkisi 10 yil o'tganligini ko'rsatib turibdi. U o'tib ketganligi uchun ko'p hollarda biz hissiyat jihatda vaqt nima degan tez o'tadi degan xiyolga kelib qolamiz. Lekin 10 yil qisqa vaqt emas albatta. U 3650 kun. Onun her bir saat, her bir minutlarida bu qutluk makonda 20 million o'qituvchilarning yosh bo'g'inlarni tarbiyalash uchun ijtihod bilan ishlagan, izdangan, tirishgan, ajrlik emgaklarni to'kkan behisob tarlarini 3 yoshga kirgan dangvash bir go'dakni gapga kirgizamay, bulunga qarab to'kkan yoshlarni 3 yillik jafoliq tarbiyadan keyin sog'lom, axloqliq, chechan bolalarni top-topi bilan boshlang'ich maktablarga uzatgan chaqdagi olamcha xushalliqlarini bir-birlab yozadigan bo'lsak, necha tomlik kitoblar bitilgan bo'ladi. Tijoratchilarimizmi barliqqa kelishga boshladi. G'o'ljadagi korxonachi Muhammad Iminajim ana shunday halol amgigi bilan topgan pulini avlodlarga, millatlarning ma'rif ishlariga ishlatayotgan ma'rifatparvar kishilarimizdan biri. Muhammad Iminajim kichigida oilasida qiyinchilik bo'lganlikdan maktabda tuzukrakmi o'qiganmagan edi. Maktabdan chekingandan keyin qangizak, gazir setish qatorliq ushaq tijoratlar bilan shug'ullanib, oilasining turmush saviyasini qadam-qadam yuqori ko'tardi va aql parasti bilan tezda ro'naq topadi. U soda setiqning bo'ron chapqunliq dengiziga taqim ishkarilib kirib, ichkiri o'lkalarga kirib, hatto chet ellarga chiqib, soda setiq bilan shug'ullanib, obdalla foydaga erishib qoladi. Şunun bilan u ana yurtini taraqqiy qildirish uchun avval kelgusining izbosarlari bo'lgan bolalarni yaxshi tarbiyalash kerakligini cho'nqur his qilib, ma'rifning asosi bo'lgan bir yaslik qurishni o'ylaydi. Muhammad Iminajim shu qarorga kelgandan keyin 3 million 57 ming yuan mablag' selib 1997 yili 12 ayda G'o'ja shahrining markazida umumiy ko'lami 2279 kvadrat metr keladigan 2 qavatli qilib solingan zamonaviy bog'cha Farishta bolalar bog'chisini qurib, sinaq tariqasida qabul qilishga boshlaydi. G'o'ja shaharlik qadimiy makon Farishta bolalar bog'chisi ma'rif tarmoqlarining belgilanmasiga muvofiq keladigan ko'lamlashgan xalq boshqarishidagi bolalar bog'chisi bo'lib, 1997 yili 12 ayning 26 kuni Ma'rifatlar tijoratchi Muhammad Emin Tavakkul hoji tarafidan 3 million yuan mablag' selib qurilgan. Qo'sh tilda o'qitish elib boradigan bog'cha. 98 yili 4 sinf bo'ldi. 99 yili 8 sinf bo'ldi. Men mashina kunga yildijilik ish bilan oblast bo'yicha emas, Shinjang bo'yicha darajalik yasli qilib chiqishni umid qilaman. Uyg'ur fanni ma'rif bo'lishliklarining biri bo'lgan G'o'ja 20-asrning boshlarida o'zining barlig'ini millatning ma'rif ishlariga beg'ishlagan Bavdunbay, Ayxon aniga o'xshash nurg'unligan yigit qizlardan faxrlangan edi. Mana bugun islohot ijretish, taraqqiyot qadamining cho'nqirilishiga ergishib, ajdodlar ruhi avlodlar vujudida qayta namoyon bo'ldi. Eliliklar doim eg'izdan tushirmaydigan ma'rifat pulsaridagi guhar Eli Tangritog' maktabi. Nurday Hajim yetimlar maktabiga yana bir guhar Muhammad Emin Tavakkul hoji 3 million yuan mablag' selib qurgan qadimiy makon Farishta bolalar bog'chisi qo'shilib, G'o'janing jush urib rivojlanayotgan milliy ma'rif taraqqiyotining go'zal husniga yana bir ism qo'shdi. 1997 yili 12 ayning 26 kuni qadimiy makon Farishta bolalar bog'chisining qurg'uvchisi Muhammad Emin hojim bog'cha qurilganligini e'lon qildi. Bog'chimiz dastlabki qurilgan mezgilda 2 nafar o'qituvchi, 4 nafar bola bor edi. U G'o'ja shahrining Avod Ko'rkam xalq maydoni oldiga joylashgan bo'lib, egillagan yer ko'lami 2297 kvadrat metr. Qurilish ko'lami 2759 kvadrat metr.
Ballarning hovlidagi mashg'ulot maydoni 900 kvadrat metr bo'lib, shahrimizdagi davlat egiligidagi bog'chalarning sharoiti bilan o'xshash saviyadagi zamonaviylashgan bog'cha. 20 milyondan ortiqroq 3 millionga yaqin rasmiydan mushkurani. Chunki mushkurani yana 150 ming so'm ballarning o'ynaydigan o'yinchoq va boshqa vositalarga ishlatsak, to'liq bir yasli qilamiz. Mushkurni ballarni tarbiyalash uchun 1998 yılı 5. ayının 27. günü Pərişli Ballar Bağçısı qurulub 6 ay bolğanda G'o'ja şəhərlik ayollar birləşməsinin uqtirishig'a asosan Bağçı ballarının tunji qitimliq ritmlik gimnastika musobaqasiga qatnashib, davlat egiligidagi ballar bog'chalari bilan baslashib, 36 yasli ichida chambarak usuli bilan 3-daraja bo'lib mukofotlandi. Assalomu alaykum. 21 asrning avlod biri va shu davrni qo'lga olib turgan kichik do'stlar, bolalar bayramingiz muborak bo'lsin. 1998 yılı 6. ayının 2. günü G'o'ja shahar qadimiy makon Pərişli Ballar Bağçısı 1 iyun xalqaro ballar bayrami munosabati bilan bog'cha ballarining san'at musobaqasi o'tkazildi. Bu faoliyatda qadimiy makon ballar bog'chasi qurilgan qisqagina 6 oy ichidagi natijalar aslab o'tildi. Bog'chaning qurg'uvchisi Ma'rifat va xususiy korxonachi Mamtimin Hojim so'z qilib, qadimiy makon ballar bog'chasining qurilishini, uning bugünkidek shart-sharoitga ega bo'lishini qo'llagan har darajalik partiya hukumat o'rinlari va rahbarlarga, shundaqla har millat xalqiga rahmat aytdi. Faoliyatda bog'cha ballari tarbiyachi o'qituvchilarning yetakchiligida balalar bayramiga atab tayyorlagan kollektiv usul, umumiy xor, chambarak usuli qatorliq nomerlarni o'rinladi. Tabriklash faoliyatiga atoqli yozuvchimiz marhum Zordun Sabir aka va munosabatlik o'rinlarning rahbarlari, har qaysi axborot o'rinlaridan kelgan xodimlar va ota-onalar bo'lib, jami 160 kishi qatnashdi. Bog'chaga Eli Tangirtaq kasbiy maktabi, G'o'ja shahar Kepak yuzi yeziliq hukumat sovg'a taqdim qildi. Bugun 1 iyun ballar bayrami munosabati bilan Pərişli Ballar Bağçısıga kelib, kichik o'smirlarning to'plab o'yinini ko'rib, demak, o'sha o'yinning umum ahvolidan qaraganda, demak, 6 oydan beri demak, yaslidagi ham o'qituvchilarning, kichik xizmatchilarning yo'nalishchanligi bilan demak, bolalarimiz yaxshi tarbiya muhitida yaxshi o'sib yetilayotganligini ko'rib yetdik. Bundan biz intayin xursand bo'ldik. Yuqorida Mamtimin Hojimni o'zining yurak so'zlarini aytib o'tdi. Demak, bu yasli bizning ma'rifimizning ruhi. Ya'ni bizning o'sha kichik o'smirlarimiz bizning kelgusimiz. Bu ma'rif kam ma'ni etgan chog'da bu ma'rifning doirasini aytgan. Ammo buni bir yil so'z bilan jilinjaqlaganda ma'rif degan o'zi nima desa, o'sha bir avlod kishilarning keyingi bir avlodlarga bo'lgan yuksak mas'uliyatchanligi. O'sha mas'uliyatchanlikning o'zi bir ma'rif. Bu jihatda Mamtimin Hojimning ko'rsatgan g'ayrat shijoati haqiqatan hammamizning olqishlashimizga, shundaqla buni yuksak darajada tanishimizga arziydi. O'sha bir narsani aytib tushunib yotibki, demak, bir insonning shaxsiy qimmati uning nasab nomi bilan yoki uning boyligi bilan yoki uning imtiyozi bilan yoki uning huquqi bilan hisoblanadi. Balki uning xalqqa qo'ygan turmush bilan hisoblanadi. Mamtimin Hojimning o'sha jihatda bizning milliy ma'rifimizning yo'lining chin bo'lish jihatda, milliy ma'rifimizning taraqqiyoti jihatda turgan bu to'qisi hamma xalqning olqishiga, shundaqla hurmatlashiga arziydi. Bu bundan keyin Mamtimin Hojimning ishlariga qutuq, shundaqla bundan keyingi Pərişli Ballar Bağçısının taraqqiyotiga zo'r natijalarni qo'yamiz. Xudo xayr. Ben bugün yerde
Balalar bilen, balaların ata-analары bilen, hem şu ata-analar oңайлық, balalar yaxşı şarait tartibdagi sahipkan Memduh Nazim bilen birga bo'lib, buning uchun intayin xursandman. İnsaniyet için dünyada güzel narsalar intayin to'la. Ben ko'rgan bir materialda insanlar özünün var 600 narsa var. İnsaniyetni güzel kılganda 600 narsa var dediğiz. Şu 600 narsanın içinde en büyük yorumda küçük bayını koydu. Sizler Bülümler Yaman'a Eysa Peygamber'in ortakan usulet var. Ve tahiyetçi bu usuletin güzelliği aşbalığa dedi. Doğru. Dünyadaki şeylerin içinde meyli direk, meyli cansız şeylerin içinde varlık güzel neyse dünyada yok. Yani insanın hayatında üç koşarlık olur. Birincisi doğrudur. İkincisi öylük olur. Üçüncüsü balılık olur. Balılık oluşun kim o? Nerede koşarlık var? O demezse nevrillik olur. Demek insanın hayatındaki dört koşarlığının ikisi balılığın münasebetler. Bunun şuna kulak çıkırken dünyada en güzel nerse falan. Vallahi süyüş, vallahi için hizmet kılış, güzelliğin süyüş, güzellik için hizmet kılış bulur. Dünyada meşhur adamlar özünün vaktini, yürüğün baylığını balılarga yardım kılgan. Mesela Hindistan'ın en vataklı yazmış Tagore, Nobel mükafatı ağar. Şunu önemli bu ağam kul ne işletken ise dünyadaki içtin ballarını çıkıp şudan terbiye işletken. Bana demek güzellik demek, bana demek hayat demek. Biz edebiyatçılar balalar hakkını yazgınımızda dolumuz suyunuk getimiz, şahsen ben sizden. Kalemim balık da otuğa balaların keşfirlerden çıraylık teyzelerini şunu da katı kızak getimen. Bugün bir yerde Memduh Nazim'in olmuşu çıkışı bilen köyde olgan vallahi esizde Türk'ten bulmanın için bir uygulmasın. Ben muşu münasebetler bunda bakanını bina kılgan Memduh Nazim'e İzem'in namıdır, ailemin namıdır, benim serttaşım namıdır, alakına getirin. Ahırda Memduh Nazim ballarını suygan, güzelliğini suygan, maşına yakşaydan boğanlık için ardımda kaçar da kaldak et lazım mısam hizmeti tayyamen şunda konaksın. Sözümle Allah'ın için kesmek ister, Allah'a rahmet.